Ispantik bilan boks dövüşümüz var. O'zbekistonda Umarinada. O'tda hech qanaqa marba bo'lmaydi. Jang qoidalari boks bo'yicha bo'ladi, faqat stoyka. Ispanchik Goldning mag'lubiyatini yopa oladimi? 6-iyun Humo Arenada bo'lib o'tadigan katta boks oqshomida Ispanchik va Muhammadali Nurishov jang qiladi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqaming yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Assalomu alaykum abi. Bildiğiniz için Ispantik. Golden dostu kardeşim. Kommentimize yakında görüşelim yazın. Albatta bu jang oddiygina to'qnashuv emas. Bu Gold uchun so'rab olish va alamli jang hisoblanadi. Bobur Isroilov qo'l jangida va boks texnikasi juda ham yaxshi va sifatlidir. Ispanchik MMA'da o'zini yaxshi ko'rsata olmagan bo'lishi mumkin, ammo boksda buning aksini ko'rsata oladi. Albatta u g'alaba qozonadi. Inshaalloh do'stim uchun chiqib g'alaba qilishga va'da beraman. Albatta raqibni mensimaslik ham yaxshi emas. Muhammadali Nurishov u ham jiddiy raqib. Agarda Bobur o'z uslubida jang qilsa, masofani to'g'ri ushlab, kombinatsiyalarni ishlata olsa, albatta g'alaba qozonadi. Qadrli do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysiz? Bu jangda kimning qo'li baland keladi va siz kimning tarafdorisiz? Albatta kommentariyaga o'z izohingizni yozib qoldirishni aslo unutmang. Ispantik bilan boks dövüşümüz var. O'zbekistonda Umarinada. Özbekistan'da olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi yeniden desteği gözlüyoruz. İnşallah iyun 6'sı gelirik Özbekistan'ı bir daha ayağa kaldırmağa. Öpürəm sizi. İnşallah bir dövüş olsun. Assalomu alaykum O'zbekiston. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi xalqim? Efirda bo'lsa do'stim Gold Ozarbayjonlik Nurusov bilan Octagon ligada jang qilib, Nurusov va'dasiga ishonib stoykada bo'ladigan jang boshqa narsa bilan yakunlangandi. Mana bugun men 6-iyun kuni O'zbekiston Humo Arenada bo'ladigan All Star Boxing turniri bilan shartnoma imzoladim. Raqibim Ozarbayjonlik Nurusov o'tda hech qanaqa marba bo'lmaydi. Jang qoidalari boks bo'yicha bo'ladi, faqat stoyka. Xudo xolasa 6-iyun kuni do'stim uchun, O'zbekiston uchun bo'lgan alamli mag'lubiyatga va'da beraman. Ishonchinglar otilmang. Xudo xolasa 6-iyun kuni hammalarni himoyanada kelib adashga qilishinglarni kutaman. Inshaalloh do'stim uchun chiqib g'alaba qilishga va'da beraman. Rahmat hammaga.